Hammaga assalomu alaykum, xayrli tong, xayrli kun va xayrli kecha do'stlar. Bugungi videomizda biz voice denoise haqida gaplashamiz, ya'ni shumni tozalash haqida. Ovozdagi shumlarni zapis qilasiz-ku, mikrofonni shumi bo'lishi mumkin, xonani shumi bo'lishi mumkin. O'shani tozalash haqida gaplashamiz. Bugun bizda ikkita plagin haqida gap ketadi. Итак, давайте birinchi o'rinda biz ovoz yozamiz. Shumini tozalash uchun. Qani, ketdik. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Итак, endi biz o'zini eshitib ko'ramizda, boshida o'zini eshitib ko'ramiz, chunki bilishimiz kerak shum bormi, yo'qmi. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bor, kompyuterning shumi. Bu kompyuterning shumi, hozir ham eshitayotgan bo'lishingiz mumkin men gapirayotganimda. Uni yo'qotish uchun biz nimani ishlatamiz? RX11 Voice Denoise degan plagin bor. RX11 Voice Denoise bu Isotope RX kompaniyasiniki. Uni siz Google'da bepul yuklasangiz bo'ladi. U pulli emas umuman. Lekin protsessoringizni bu pluginlar rosa yeydi. Shuni aytib qo'ymoqchiman. Вот. Итак, mana bu RX Voice Denoise. Kelinglar interfeys haqida tez gaplashib ketamiz. Surgical bu kuchli kesadi, ya'ni shumni qattiqroq tozalaydi. Gentle yumshoq tozalaydi. Agar sizda shum ko'p bo'lmasa shuni ishlating. Dialog yoki music. Dialog bu dialog gapirayotganingizda albatta, music bu endi musiqadagi shumni. Bu yerda mono va stereo rejim bor. Bizda mono chunki mono yozdik. Вот. И reduction bu ovozni qanchalik shumini pasaytirish va threshold balandroq pastroq qaysi tochkani. Итак, endi ikkita eng muhim knopka bor bu yerda. Adaptive mode bor va learn bor. Adaptive mode nima qiladi? Adaptive mode real time vaqtda daroshkadagi shumni tozalaydi. Ya'ni play bosasiz-ku, o'sha vaqtni o'zida tozalab ketadi, ketma-ket. Lekin bu protsessoringizni ko'proq yeydi. Shuning uchun bu pluginni maslahatim, agar hamma bitta mikrofonni yozgan bo'lsa, shunaqa bo'lgan bo'lsa, bitta shinaga tiqib qo'yingda bo'ldi. Ekonom qilasiz protsessoringizni va vaqtingizni ham ekonom qilasiz. Итак, adaptive mod qo'yib ko'raylikchi. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Yaxshi tozaladi. Lekin e'tibor bergan bo'lsangiz ovozni bug'di. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ovozni bug'di. Agar learn qilsak, lekin learn uchun biz mikrofonga gapirmasdan yozishimiz kerak. Prosta playni bosasizda taxminan 4-3 sekund yozib olingda shumni o'zini. Oxir va boshini kesib oling, bo'lmasa knopkani ovoz yozilib qoladi-da, klaviaturani. Eshittirib bering pluginga. Bo'ldi, endi biz eshittirib beramiz. Boshini va oxirini kesamiz. Ichida knopkalar ovozi bor. Endi eshittirib beramiz learn. Tayyor, mana o'zi yodlab oldi-da, endi shu diapazonni tozalaydi. Endi qo'yib ko'raylikchi dialogga. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Zo'r-a? Anaqa bo'ldi, ancha toza bo'ldi. Thresholdni tushirsak ham bo'ladi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, sal baland turibdi. Biroz tushiraylik. Yana eshitib ko'ramiz. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Juda yaxshi. To'liq yo'qotmadi, lekin ancha pasaytirdi. Anchagina pasaytirdi. Bu gapirayotgan paytingizda bu eshitilmaydi o'zi tomoshabinga. Muhimi dum bilan bosh qolmaslik kerak-da, shumli joylamamiz. Shum, dum va mana dumi yo'qotamiz. Buni ham yo'qotamiz, o'zi kerak emas, chunki yodlab oldik. Endi qo'yib ko'ramiz. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Shum yo'q. Chunki dialog o'sha shumni yopib tashlayapti. Вот. Bu plugin nomi ko'rayotganingizdek RX Voice Denoise. Yana bitta plugin bor, u Wavesniki NS1. U lekin ovozni bo'g'ib tozalaydi. U anaqa emas, sifatli emas. No, agar protsessoringiz zaiflik qilsa, shu plugin siz uchun eng to'g'ri keladigan variant. Hozir ishlatib ko'raylikchi. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Yaxshi tozalamadi-yu. Так, uni ko'tarib ko'raylik. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Yaxshi, 6 7 norma ekan. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bo'ladi, yomon emas, lekin ovozni bo'g'yapti. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Juda yaxshi.
Bu ham yomon plagin emas ekan. Ishlatishga maslahat beraman. Shu ikkita plaginni odatda ishlataman. Faqat aytib qo'yayki, bu har bitta doroshkada odamlar har xil mikrofonni yozgan bo'lsa, unda kompyuteringiz qiynalishi mumkin. Shuni inobatga oling va agar ko'p doroshkalar har xil mikrofonda bo'lsa, NS1 ni ishlating. U prosessorni ko'p yemaydi. Yeydi u ham, lekin xuddi RX-dagi yemaydi. RX-da chunki neyroseti bor. Sun'iy intellekti bor ozgina anaqada RX-da. Bunda esa yo'q. U prosta tayyor arxitekturada ishlaydi. Xullas kalam shunday. Umid qilamanki video sizga yoqdi. Obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Hammaga xayr.